أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifati bilan Tafsirul Jalalayn'den Sure Bakara'nın 216. ayetiga keldik. İlgirki ayetlarda shu bir qator ahkam oyatlari so'zlangan. Hozir shu ahkam oyatlarini o'qiymiz. Sura Baqaraninki hozir o'qiyotgan darslarda shu ahkam oyatlari so'zlanyotidi. Alloh taolo bu 216 oyatda shundoq deydi: Estaizu billah. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sizlarga jihad farz qilindi. Halbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliklaringiz mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishingiz mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga oldiringlar. Ya'ni kutiba degan furida. Sizlarga farz qilindi urush qilish, kofirlarga qarshi. Halbuki u urush qilish qital kurhun, ya'ni yomon ko'rilguchidir sizlarga. Tabian, ya'ni insonning tabiatida bu yomon ko'rilgan ish. Bu urush qilishniki mushaqqatli bo'lganligi uchun deydi. Yana mayada sahobalarga Alloh taolaning da'vatqini, ya'ni sahobalarga urush qilishniki farzligi, farz qilinganligi ig'ir kelmadi. Balki urush qilishniki mushaqqati, jafosi o tarafdan alog'ama yomon ko'rilganligini da'vatli bu odamni. Endi Alloh taolo farz qilgan bir ishni yomon ko'rib mundoq qilsa, dindan chiqadigan ish bo'ladi. O tarafdan emas. Balki oniki jafo mushaqqatini yomon ko'rganlik tarafdan deyilayotgan gap bu endi. Endi bu jihad qilishning hukmi, islomning hukmi nima degan vaqtda, jihad qilish tayin deb qolgan chog'da bu farz. Bu mo'minlar uchun bir sinoq, shundoqla jannatga ilib boradigan bir yo'l musulmonlarni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Makkada 13 yil to'g'an muddatda urush qilishga ruxsat qilinmagan deydi. Uni Payg'ambar alayhissalom shu Madinaga hijrat qilib borgandan keyin shu Rasulullohga va sahobalarga qarshi urushgan mushriklarga qarshi urush qilishga ruxsat qilingan edi deydi. Yani Alloh taolo udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu degan oyatni nozil qilish orqali ruxsat qilgan. Hem bu jihad qilish degan yomon ko'rilgan ish insonning tabiatiga nisbatan. Chunki buningda inson mol dunyosini chiqarish to'g'ri keldi, vatanidan, oila urug' tuqqanlardan aylish to'g'ri keladi. O'zininki badanini nurg'unlagan jarohatlarga, shu badan a'zolarini kesib ketishiga duchor qilgan ishlar bor. Shu tarafdan insonning tabiati buni yomon ko'rgan gapimni. Lekin Alloh taolo farz qilgan bir ishni yomon ko'rgan ahvol yo'q. Mo'min haqiqiy mo'min bo'lsa, u Alloh taolo farz qilgan bu farzni yomon ko'rmaydi, yaxshi ko'radi. İmam İkrime shuna degan ekan bu oyat haqida. Sahobalar dastlabda bu urush qilishni yomon ko'rgan, keyin buni yaxshi ko'rgan edi. Shun ular sami'na va ata'na degan debdi. Ham bu urush qilishninki savobi, ajr savobi ma'lum bo'lgandan keyin ularga nisbatan bu urush jihatninki azobini tortish ularga yengil bilingan debdi keyinchi. Yani mo'minninki iymoni shundoq mukammallashgan vaqtda bu Alloh taoloning yo'lida tatgan aziyatlar uning hech qanday egri bilinmaydigan holatda bo'lgan ekan. Urush qilishni ashuna jafo mushaqqat bo'lganligi uchun yomon ko'rilsimi, bu urush qilish, jihad qilish izzatning g'alaba qilishining nusrat va shahodatning bir yo'li deydi. Musulmonlar Alloh taolo bu dunyoni sinoq dunyosi qilib yaratgan ekan, ba'zi mo'minlarga shundoq jannatga ilib boradigan yo'llarni
qilib berganimni. Mana shu urush qilishda, urushqa vaqtda nurg'ulg'an mo'minlar shehid bo'lib ketadi, shehid bo'lib ketgandan keyin shu shehidlikning ajriga erishib jannatga udul kirib ketadi. Mushal qilib Alloh taolo mo'min bilan munofiqlarni mushta ayiradigan gapi. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Sizlar bir narsani yomon ko'rishinglar mumkin, holbuki sizlar uchun yaxshidir. Sizlar bir narsani yaxshi ko'rishinglar mumkin, holbuki u sizlar uchun yomondir deydi. Ya'ni limaylin nafsi ila shahavatil mujibati li halakiha. Nafsninki nafsning halokatini keltirib chiqargan shahvatlarga moyil bo'lganligi uchun deydi. Va shundaqla u nafsining uning baxsodini qo'lga keltiradigan takliflardan qochadiganligi uchun. Shunda sizlar bir narsani yaxshi ko'rsanglarmi, u sizlarga yomon bo'lishi mumkin. Sizlar bir narsani yomon ko'rsanglarmi, u sizlarga yaxshi bo'lishi mumkin. Demakchi. Umidki sizlarga bu urush qilishda, holbuki sizlar u urushni yomon ko'rsanglarmi, garchi u qitolni yomon ko'rsanglarmi, bir yaxshilik bor. Chunki uningda yoki zafar quchib, g'alaba qilib qaytib kelasizlar, g'animat olasizlar, yoki Alloh yo'lida shahid bo'lib, ajr savob qilasizlarni. Bu urush qilishni tark etgan vaqtda, garchi sizlar urush qilmaslikni yaxshi ko'rib tursanglarmi, buningda bir yomonlik bor deydi. Chunki bu jihodni tark etgan vaqtda xorliq, piqirliq, ajr savobdan mahrum qilish kelib chiqadi. Nima Vallohu ya'lamu. Alloh taolo sizlarga yaxshi bo'lgan narsani biladi. Sizlar bilmaysizlar. Yana o'zingizlarga nimaning yaxshi, nimaning foydali, nimaning ziyon ekanligini sizlar o'zingizlarning aql bilan bilib yetolmaysizlar. Buni faqat sizlarni yaratgan, hammani bilib turuvchi zot Alloh taolo biladi. Shunlashqa Alloh taolo sizlar buyurgan narsaga ikkilanmasdan oldiringlar deydi. Endi keyingi oyatda yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir va saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ey Muhammed, ular senden haram kılıngan ayda uruş kılışkı bulamdı dep soraydı. Aytqinki, bu ayda uruş kılış çoğun günahtır. Allah'ın yoldan tosuş, Allah'a küpürlük kılış, Mescid-i Haram'da ibadet kılıştan tosuş ve Mescid-i Haram'dan ahalini haydap çıkarış Allah'ın dargahida texmi çoğun günahtır. Fitne yani müminlerge ziyandaşlık kılış, adam öldürüştün mü qattiq günahtır. Ular yani kupparlar qo'ldan kelsa sizlarni dininglardan qaytarib o'tganga qadar sizlar bilan davomli urushadi. Sizlardan kimki o'z dinidan qaytib kofir peti o'lsa, uning amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bundaq odamlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tunji qo'shinni avatgan edi. Yani jihad qilgan qo'shinni. U qo'shinga Abdullah ibn Jahsh radhiyallohu anhu ni qo'mondon qilib shuni avatgan edi. Ular mushriklar bilan urush qildi va Ibnul Hazramiyni o'ldirib o'tdi. Jumadil oxir oyining eng oxirgi kunda bo'lgan urush bu deydi. Urush edi. Shuning bilan u mushriklarga yo'q, bularga bu Rajab oyimikin deb bir shubha paydo bo'lib qoldi deydi. Jumadil oxirining eng oxirgi kunini Rajab oyida urush qilib qoldikmi nima deb shunday o'ylab qolgan deydi. Rajab oyi hamda Shahrul Haram bo'lgan ekan, qilish harom qilingan oyda urush qilib qoldikmi nima deb shunday o'ylab qolgan. O'ylab qolgandan keyin ularni kupparlar aybladi. Shu urush qilish harom qilgan oyni halol sanganlik sababdan halol sanadi deb mushta ayblagan deydi. Shuning bilan bu oyat nozil bo'ldi. Ular sendan urush qilish harom qilgan oy to'g'riliq so'raydi.
Qitalin fihi. U ayda urush qilish. Yani shahrul haram to'g'riliq so'raydi. U ayda urush qilish haqida. Yani bu qitalin fihi degan shahrul haramdan badal iste'mollaydi. Yani shahrul haramninki ichidagi bir hukmni so'rgan bo'lgan ekan, bu badal iste'mol bo'ladi demoqchiman. Aytganki ularga Muhammad alayhissalom u oyda urush qilish cho'ng gunohdir. Azimun vizran. Bu mubtada xabar deydi. Yani qitalun degan mubtada, kabirun degan xabardir. Va saddun an sabilillah. Va kishilarni Allohning yo'lidan, Allohning diniga kirishdan to'sish va Allohga kufrlik qilish va Masjidil Haromdan, ya'ni Makkadagi Masjidil Haromdan kishilarni to'sish va Masjidil Haromning ahlini u Masjidil Haromdan chiqarib o'tish. Ya'ni Payg'ambar alayhissalomni va mu'minlarni demoqchi. Bu texmi cho'ng gunohdir Allohning dargohida. A shahrul haromda urush qilgandimmi, mau texmi cho'ngroq gunoh demoqchi. A kofirlar mushunda cho'ng-cho'ng jinoyatlarni o'tkazgan turuqliq, ani cho'ng gunoh sanamay, mani cho'ng gunoh sanamdi ekan. Demoqchi bu yerda. Val fitnatu akbar minal qatl. Fitna fasod, ya'ni Allohga sherik keltirish, u sizlarning ash uri masjid haramda urush qilgan odami cho'ngroq gunohdir. Masjid haramda adam o'ltirgandimi cho'ngroq gunohdir. Va la yazaluna yuqatilunakum. Ular sizlar bilan urushidi, ey mu'minlar, hattoki sizlarni dininglardan kufrga qaytarib o'tgan qadar. Sizlar bilan ashunda davomli urush qilib turdi ular. Urush qilishga erisma bo'lib turdi. Ya'ni kuchining yetishicha sizlarni dininglardan qaytarib o'tish uchun ashunda urush qilib turdi. Endi Alloh taolo bu yerda shunaqa bir hukmni bayon qilib o'tadi. Kimiki murtad bo'lib kelsa sizlarning ishinglardan dindan, ya'ni islom diniga kirib, islom diniga kirib bo'lgandan keyin ya'ni dindan yenib olgan bo'lsa va o'lib ketgan bo'lsa, u kofir holatda. Ana shular bekor bo'lib ketadi, botil bo'lib ketadi ularning amallari dunyoda va oxiratda. فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها. U hech qanday bir e'tiborga ilinmaydi, savob berilmaydi. Bu dunyoda qilgan yaxshi amallarning hammasi bekor bo'lib ketadi demoqchi. Murtad bo'lgan ekan. Va shu holatda o'lib ketsa. Yine bir yerde ölüm, el mevut deb qayd qilib keltirishning sababi nima bo'lsa, murtad bo'lib ketgandan keyin deb kelib fayamut deb mana keltirdi. Buning sababi nima deganda bu ifodalaydi. Agar islomga qaytsa, o'lib ketishdan burun yana qayta islomga qaytadan musulmon bo'lgan bo'lsa, uning amali botil bo'lib ketmaydi va uningga savob berildi, uni qaytadan musulmon bo'ladi. Xuddi hajga o'xshash deydi. İmam Şafii mushkul qarashda bo'lgan. Yine ma nima degan gap degan chaqda bir odam musulmon bo'libdi. Endi haj qilibdi masalan. Haj qilib bo'lgandan keyin yana murtad bo'lib ketibdi, dindan yana bo'libdi. Dindan yana bo'lib, keyin yana musulmon bo'libdi. Unda bo'lsa, murtad bo'lib ketishdan burunqi qilgan haji shu hisob. Keyin murtad bo'lib ketib, keyin qayta musulmon bo'lgandan keyin qayta haj qilmasa bo'ladi. U umridagi bir qatim farz bo'lgan hajdan iborat ibodatni ado qilib bo'lgan bo'ldi demoqchi ekan bu yerda. Mush oyatga binoan bir kishi o'lib ketishdan burungi ahvoli qanday bo'lsa qiyomat kuni shuni qarata ahvoli oydinlashgan gapgan endi. Shu o'lib ketishdan burun musulmon la ilaha illalloh muhammad rasululloh degan tavhid aqidasiga binoan shu aqidasi ching turib o'lib ketgan bo'lsa, u mu'min holatga ketgan bo'ldi. U qiyomat kunisi yo jannatga kiradi, do'zaxga kirsin, do'zaxda kuyib gunohlari kuyib tugagandan keyin jannatga yana chiqadi. Agar la ilaha illalloh muhammad rasululloh degan tavhid aqidasining ustida o'lmay kofir holatda o'lib ketgan bo'lsa, mushrik holatda o'lib ketgan bo'lsa yoki yahudiy nasara holatda o'lib ketgan bo'lsa, u shu qiyomat kunisi do'zaxga kirib, do'zaxda mangu qolishlarning qatoridan bo'lib ketgan gap kenan. Alloh taolo hammalarni bundan saqlasin. Ma oyat deyotgan va ulayk ashabun nar. Ana shu kofir holatda o'lib ketganlar, ularning amallari botil bo'ladi, ular do'zax egalaridir
ular shu do'zaxda mangu qolg'uchilardir deydi. Xo'sh, endi valamma zanna sariya annahum in salimu min al-ithmi fala yahsulu lahum ajrun. Endi shu payg'ambar alayhissalom avatgan qo'shin, jihad qo'shini, ular gunohdan salomat qolgan shunda o'ylagan deydi. Yine biz Shahrul Haramda, Masjidil Haramda mushriklar bizga qarshi urushgan bo'lsa, biz ularga shu urush qilish harom qilgan ayda qaytirib hujum qilgan bo'lsak, gunohga bo'lmaydi ekan. Ham gunoh bo'lmaganlikning o'zilamla yetarli ko'p qilib, hamda jihad qilganning savob ajrini hosil qilolmay qolamizmi deb o'ylab qolgan chog'ning o'zida deydi. Ma oyat nozil bo'lgan. Haqiqatan iymon etganlar va hijrat qilganlar, yine vatanlaridan ayrilganlar ve Allah'ın dinini üstün qilish uchun Alloh yo'lida jihad qilganlar, shular bo'lsa, Allohning rahmatini umid qiladiganlardir. Ya'ni Allohning savobini umid qilgan insonlardir. Ya'ni sizlarning ajringlar hargiz bekor bo'lib ketmaydi. Jihadning, hijratning savobiga erishsizlar. Vallohu g'afur. Alloh taolo mu'minlarga, mu'minlarning gunohini mag'firat qiluvchidir. Ularga rahim qiluvchi zotdir deydi. Alloh taolo hammalarni o'zining dinini yaxshi tushunib, shu shariatiga amal qilganlarning qatoridan qilsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.